Hörmətli televizor kögüçülər, hazır görüp atqanlar Şinjan televiziya stansiyasida Xuyu Mədəniyyət Taqsi şirkəti bilan Şinjan Elbudara Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib İmran Xalqara Soğudu Çəklik şirkətiniki qolluşda yolu qoyğan notuq sözləş xarakterdagi programma ular şundaq deydi. Undaqda ular zadi nemi deydi? Ular kimlər? Ular bizniki rayonumuzda hər sahə herkes tirişib özüniki nəticələrini və muvaffəqiyyətlərini bərpa qilgan kişilər. Biz ularninki hayat keçmişleri ve turmuş təsiratları bilen ortaklaşımız. Hemse emmeylen birlikte bir VCR göreyli. Mana bu söyümlük ustaz 10-ci, 11-ci, 12-ci növbətlik məmləkətli xalq qurultayının vəkili. Şinjan Universiteti Hayatlıq Fən Texnikası İnstitutunun professoru, doktor aspirant yetəkçisi. Şinjan Universiteti Hayatlıq İlmi və Texnik İnstitutunun sabiq muavin müdiri. Qoşumca Şinjan Muhacirlar Birləşməsinin muavin rəisi. Abdunum rayon boyunca gavdilik töhfə qoşqan munavvar mutaxassis, məmləkətlik əmgək namunəçisi, Şinjan Universitetining munavvar fən texniki başlamçısı, munavvar partiya a'zosi Abdulla Abbas. Professor Abdulla Abbas ko'p qatim məmləkətlik namunəlik o'qituvchi mukofoti, fən texniki taraqqiyot mukofoti, əmgək namunəchilik mukofotiga erishgan bo'lib, u tuzgan lishaynologiya darsligi davlatlik muarif ministerlik tarafidan birinchi darajalik munavvar darsiga erishgan. U davlat ichki sirtidagi yadroliq va nupuzliq matbuotlarda jami 90 necha parcha ilmiy maqola e'lon qilgan bo'lib, buning ichida 5 parchasi mamlakat bo'yicha birinchi darajalik munavvar ilmiy maqola mukofotiga erishgan. Uning Şinjan lishayniklari, Şinjan zamburuq bilan lishayniklari qatorliq fan texnik asarlari nashr qildirilib, avtonom rayonimiz, jumladan elimiz hayotlik fan texnikasi uchun qo'llanilmoqda. Bugünkü mehmonni tanıştırып ötsem, Məmləkət Xalq Qurultayının vəkili Şinjan Universiteti Hayatlıq Fən Texnikası İnstitutunun professoru, doktor aspirant yetəkçisi Abdullah Abbas efendim, qarşı alınız. Siz şu uzun mezgillerden beri, şu hayatlık fen teknikisi bilen, yani biyologiya tədqiqatla şoğulunvatsız. Siz hayatlıqni qandaq düşünürsünüz? Biyologiya nuqsan etqan çağda. Hayatlık nemden derek berdi o demekçi. Ama şu hayat hücresini onu tədqiq qilib, onu insanlar için tonutuş, onu bizniki fen tədqiqat oqutuşlarımızda bütün adamga bildiriş, bu bizniki ortaq maqsadımız. Şunun için hayatlıqni bunu qadrlash, onu öz joyida ishlatib, öz joyi shu boyliqlarni ichib, foydalanish bizniki o'rtaq maqsadimiz. Shunlashqa men o'zim o'qituvchi bo'lish nuqtai nazardan shu biologiyadagi hayotlikni o'zimni o'quvchilarimni uqtirish uchun tirishib, shu kasblar bilan bu bolalarni o'qitdim. Bu meniki yana bir o'rtaq o'zimlik o'ylaganlar. Sizniki shu notog'ingizni bir anglasak, marhamat. Ben şu küçük vaxtlarımda, şu başlangıç mektepte okuyatkan çağlarımda ben tağlağa çıkarttım. Tağlağa çıkıp şu yada rengaran güllerini, her xil kepeneklerini, her xil kurt qo'ng'izlarni, yovvoyi hayvonlarni uçurtattım. Uçurtab, nima uchun bular shundoq cho'ng kichikligida farqi bor? Ranglaridami yana shunday farqi bor? Ularniki o'z alayligida nima shundoq cho'ng farqlar bor deb shularni o'ylaydigan. Oylab onun için vaqtda men rasmiy bu biologiya kasb o'qimaganligim uchun men o'zim bularga javob topolmaydim. Lekin uni men kallamga xuddi kompyuterga hujjat saqlaganda kallamga saqlab qo'ygan. Keyin boshlang'ich maktabni tugatib o'rta maktab kirdim, o'rta maktabni tugatib oliy maktab kirdim. Shuning bilan oliy maktab kirgan vaqtda meniki tanlagan kasbim nima degan vaqtda biologiya kasbini tanladim. Nimishga mening ana shu kichik vaqtlarimda shu ko'rganlarim har xil ashunaq g'ayriy holatdagi, rangarang holatdagi jonliqlar, hayotliqlarni ko'rgandan keyin bu demak biologiya munosabatlik. Shunlashqa men shu kichik vaqtimdagi kallamga saqlab qo'ygan hujjatlarniki javobini tepish uchun biologiya o'qisam bo'ladi ekan deb biologiyani o'qidim. Biologiyani o'qib men o'qish bitgandan keyin uniki yana shu bizniki burunqi biologiya fakultetiga o'qituvchilikqa qolib qoldim. O'qituvchilik qolib qolgandan keyin men buni nimadan boshladim degan vaqtda men ish taqsimot qilgan chog'da men shu botanika kafedrasida shuningda ishlasam,
Aşı ösümlüklerini tədqiq qılıb, şu özənin küçük vaxtlarını oylayan nəsəlini şunu ügünüb, bilib, şunu cavabını tepib, onun için şu tapqan cavablarını, ügəngen bilimlerini özəmligi ağan oquşlarımğa ortaq qısam, şular ügəssəm, dep ma oyla bilen, mən şu biyoloji kəsbiniki, botanika tərəfdən özəm ügünüşünü başlap, boşuna tırışdım. Mən özüm şu oquşlarını elib, şu Tianshan tağlarga, Altay tağlarga, igiz tağlaga, çonqur saylaga, jiralarga kirib aşağıda ösümlüklerini türlerini tədqiq qilib, bu yerdə ballar bilan birlikdə əvrişkilərini elib, əvrişkilərini qatırıb, ondan ki onu əkelib, ballar bilan birlikdə onun isimlərini bekitib, eniqlab çıxdıq. Şundaqlam ularını ki, ekologiyalik tarqılışı, morfologiyalik tüzülüşü, anatomiyalik tüzülüşü degəndək, hər qaysı tərəflərini onu biz tədqiq qıldıq. Tədqiq qılış şəriyanda, meniki yetəkligən oquşlarımı bu tərəfdən nurğunluğun bilimdən aldı, ügəndi. Şundaqlam bu jarayanda mənmi özəmdeki şu küçük vaxtlarım oylayan suallarımğa, aşı saqlabqan hüccətlərə texmi çoğunqurlayan alda cavablarını tapdım, texmi ilgilegen alda muşu botanika kəsbi bolğan özəmdeki qiziqishim çoğunqurlaşdı. Şunun bilan ki mən axırda bu tərəfdən nurğunluğun yeniliklarni yaratışqa tirişdim. Əmdi 90-cı illərə kelgan vaqtda ben 91-ci yılı dotsent болып saylandım. 95-ci kelgan çağda professor болып, professor unvanını aldım. Hem de qarsamışı ösümlükler taksonomiyasını, yuqurdadık ösümlüklerin tədqiq qilishini başlap işleysem, onundan meniki ustazlarım, başka adamlar bu ne degen allaqachon başlap tədqiq qilgan. Ataqlıq botanika alim Linneymo ösümlükler taksonomiyasida sistemlik tədqiqatını başlap şu vaqtında atıp bular işlegen. Bundan men ham tədqiqat temisi elib işlashga, davlatga tədqiqat temilari iltimos qilishni o'ylasam, demak buni tədqiqat temisi ola olaymanmi yo'qmi? Bundan men boshqalar oldiga ketgan ahvolida men bundan yana boshqalarni qo'g'lab yetib, bundan yangilik yarata olaymanmi yo'qmi degan men sizlar cho'nqur o'ylashib, oxirida men Şinjan'da zade o'simliklarga tava mushkil turlardan zade qaysi xil turlar tədqiq qilinmagan. Bunu iznish yapadım. Iznish berib, oxirida qarsam, lishayniklarniki tədqiqatı Şinjan'da hech kim ishlab baxmabdi. Bu bir bo'shliq ekan. Shundashqa men mush lishayniklar to'g'risida o'zimning tədqiqatimni boshlashni o'ylashdim. Men Nanjing Shifandashida Wujinongda bir professor baka shu qarsam shu lishayniklar tədqiqatida xil bir maqolani yozib ekan. Shuna o kishiga men xat yozdim. Xat yozgandan keyin bir oydan keyin menga javob keldi. Shuna o kishini yaniga berib men yerim yil turib mush lishayniklar tədqiqat to'g'risida maxsus mushini ügünüb qaytdim. Ondan keyin davlatlik tabiiy fanlar fondiga 1990 yılı birinci olup bir tədqiqat temisi iltimas qildim. İltimas qilsam, şu yılın özündə bana tədqiqat temisini təsdiqlab düşürüpədi. Bunun da bana 4 tümən pul, yani 40 min yen pul verdi. Bunun bilan ki mən bu tədqiqatını başlap, onun için 93 yıl kelgan çağda Davlatlik Tabiiy Fanlar fondidan, Ma'rif ministerligidan, aniken bu kadrlar ministerligidan, Fen texnika ministerligidan, Abnur rayonniki xalq hukumatdan 200 davr alqıgan mutaxassislarni tarbiyalash bir plani tuzgan ekan. Shuningga bizning maktab bir son beribdi, maktabdan meni shu berib shu tarbiyalash qatnashib kelish avatdi. Buni bilan men Jungo Fanlar akademiyasiniki mikrobiologiya tədqiqat o'rniga bordim. Berib u yerda aniken 2 yil tarbiyalanib kelib, u yerda texnik lishayniklar bo'lgan ko'z qarashim, tədqiqat uslublarimda cho'nqurlashish, texnik zo'r natijalar qo'lga keltirish bo'ldi. Shuning bilan 12 Asiyaning o'zida 93-yildan keyin ikkinchi davlatlik tədqiqat temisini iltimos qildim. Iltimos qilganda umi darhol tasdiqlanib tushdi. Shuning bilan oqaqini ulab o'tirib, men hozirgachilik bu yil yana bir 850 min yenlik tədqiqat temisini birini aldım. 13 davlatlik tədqiqat temisini
iltimos qilib, uni g'albilik tamomlab, anken mushu lishayniklardagi bo'lgan tadqiqotni taqim cho'nqurlashtirdim. Endi men o'zim yolg'iz otning chengi chiqmas, dengi chiqmas degan bir maqol tamsil bor. Shu bo'yicha men o'zim yolg'iz ishlsam, endi buningda men onchilik jiq natija ortib ketishga, uning o'zim yetishib ketamasligim ko'zim yetib, shundan keyin oxirida 98-yil kelgan chaqda magistr aspirantlik qabul qilish o'qituvchiligini iltimos qildim. Tasdiqlanib tushdi. Endi 2003-yil kelgan chaqda men doktor aspirant qabul qilish huquqiga erishdim. Shuning bilan shu doktor aspirant qabul qilish sharoiti bilan meniki texmo shu bizniki qo'shinimizda, shu lishaynikda qo'shinimizda odamlar, odam kuchi, tadqiqotchilar texnik chiqib boshladi. Mushu lishayniklarni tadqiq qilishda bir rasmiy Hanzuch aytgan chaqda Jungguo Xinjiang Daxue Jungguo Xibei Gahanqu Diyi Yanjiu Zhongxin deb mushnaq bir sentrni, tadqiqot sentrini qurib chiqdik. Buning bilan bizniki mushu ishlayotgan odamlarimiz, o'quvchilarimiz ko'payib, bizniki natijalarimiz texmo zo'rayishga boshladi. Anken mushu davlat ishlamamiz xalqaradimi bizni taniydigan lishaynik tadqiqotgan olimlar shunday ko'p bo'ldi. Shu biz lishayniklar mushu tadqiqot sentrini qurgandan keyin bizniki magistr aspirantlarimiz, doktorlarimiz ko'paydi, ularning tadqiqot jihatdagi natijalari zo'raydi, ko'paydi. Buning bilan hozirgi bizniki mushu tadqiqot qo'shinimiz burungi oxirgi sanalgan 1-o'rindan hozir mamlakat bo'yicha sanalgan 2-o'ringa o'tdik. Bu bizniki bir zo'r natijamizga berishga bo'ladi. Yana 5 yil xizmat ishlaydigan vaqtim bor. Shu vaqtchilik bo'lganda men yana ko'pligan shu lishaynik sohasi tadqiqotchilarni taqim ko'paytirib bizniki Jungoniki bo'lib Xinjiang rayoni shu lishaynik tadqiqotini aytib bir bo'shliq o'rin bo'lganligi uchun unisiga Xinjiangniki yer territoriyasini aytib doirasi keng bir o'rin bo'lganligi uchun demak buningda bizniki lishayniklarning turlari ko'p. Demak buni biz Jungoga, dunyoga tanitish uchun tirishib, texnik ko'p natijalarni qo'lga keltirishga biz zo'r g'ayrat bilan ishlashga umid bog'layapmiz. Mushu kasb tarafdan bo'lsin, mayli turmush tarafdan bo'lsin, biz mushu dunyoga kelgandan keyin bizning o'zimizniki, hayotimizniki qandoq o'tkazish, qandoq yashash, xo'shal qo'ram o'tkazishmi, yoki bo'lmasa g'am qayg'u bilan o'tkazishmi, bu hammasi o'zimizning tirishchiligimizga bog'liq. Shunlashqa jafo tatmay, mushaqqatli kunlarni boshdan o'tkazmay, hargiz xo'shallik kunlarga erishgili zo'r natijaga ega bo'lmaydi. Shunlashqa bu tarafdan shu o'tgan yoshlar yaxshi o'ylashsanglar bo'ldi. Shu kichik vaqtlarimda shu tog'larga chiqib ko'rgan o'simliklar, har xil shu jonliqlarni ko'rish bilan shuningdan men o'zimniki shu vaqtda o'zimniki qandoq yo'l bilan mengishni, nimani tadqiq qilishni shu vaqtimda to'liq egallab shu yo'limni ko'rsatib olamagan bo'lsam, lekin shu vaqtda men mushu masalada qattiq o'ylashgan. Shundan oxirida biologiyadan, lishayniklardan tadqiqot berib, mushkullarga erishdim. Bu jarayonda shu bolalarni boshlab Igiz tog'larga, dengiz yuzidan 4000 metrning ustidagi qarliq cho'qqalarni juduq. Bu yerdan qaytgan vaqtlarimizda qattiq yomg'irlar yog'ib ketdi, ba'zi mo'ldir yog'ib ketdi. U yerlarni jiqildik, putlarimizga yari bo'ldi. Mening pachoqlarim nurg'un yarlaba, qora yara izlari bor qolgan burundan. Demak, mushlarni shuni aytib jafo tatganligi ifodasi. Ko'ylon tog'lariniki 5300 metr egizligiga chiqdik. Bu yerda o'simlik yo'q, toshlarning yuzida o'sayotgan oz miqdordagi lishayniklar bor. Bu yerda o'simlik yo'q bo'lganligi uchun, yoki yo'q deyarlik bo'lganligi uchun oksigen yetishmaydi. Odatda biz ishtigich mang'inimiz bilan shu tog'larda asta shu nimada osmonda laylab mang'andek ashnaq
Aşı qadimimiz asla atılmasak birdamdan başı nefes yetişmey, yüz gözlerimiz, kalplerimiz kökürüp aşağı öp getidu. Nefes alamaydı ki şunu qiynalib ketimiz. Onun ki igiz tağlağa çıkan vaqtda yeni nesle uçurdu. Bazıları şunda qattiq taşlar bo'lganligi uchun ularni ushaq chaqishqa bo'lqinlarimizninki qudrat yetmaganligi uchun yo'g'on tashlarni so'mk tashlarni dumimiz ko'tarib pastga aşı necha ming metr pastga tushdik. Onun için mush jarayonda shu jiqqan avashkalarimizni ularni ko'rish kuz jarayonida bizniki Jungoniki lishayniklar tadqiqoti keyin boshlangan bir asrga yetmagan bo'lganligi uchun hamda uningda bizniki Jungoda shunun paylash materiallari yo'q. Uni faqat shu kutubxonalarga berib, qo'limizda ashna qarab o'tirib, ko'chirib, yezib, akilib, onun için ishkirlardan material so'rasak, ular degan bizga ashna avatib berib, ularga kapolat berib, yana avatib beradigan mushtaq ahvollar. Onun için hangi materiallar yo'q, to'lisi inglizcha, ruscha, boshqa tildagi materiallar. Onun ba'zilarini o'zimiz ko'rdik, ba'zilarini ko'ramagandik, boshqa odamlarni tep ular orqali o'rgandik. Şunun bilan mush material ko'rish, turmush tarafdan, dala shu tekshirishlardan har qaysi taraflardan nurg'unlagan japalan tatdiq. Shu japalarning natijasida uniki bugünkidek bizning shunaqa bir tadqiq qilish, tadqiqot sentri, mushtaq bizniki bir lishani tadqiq qilish qo'shinimiz barliq keldi. Demak, buni o'z nima degan vaqtda jabo tatmay, hargiz halovat yo'q. Shuning uchun sizlar o'tgan yoshlar o'zinglarniki mushu kelgusinglarni qandaq belgilash, qandaq mushu kelgusida mushu bizdan eshib ketgan olimlar bo'lish, kelgusida xalqqa, dunyoga to'nilgan olimlar bo'lish uchun o'zinglarniki hayotinglarni mushu qandaq davomlashtirish, mushu kasb tarafdan qandaq o'zinglarni bilimli qilib chiqarishni o'ylashinglar kerak. Nemo? Lishayniklar bu o'z vaqtida 2000 yilning oldida bu yuqori darajali o'simliklarniki bir tuvan darajalik tiplari bo'lib hisoblangan. Hamda hozirgi zamonda bularni hayotliklarni 5 dunyoga bilish nimasi bo'yicha aytgan chog'da buni zambiroqlarni jungu o'shlarga kirgizib, lekin ashlarning ichidagi bir tarmog'i qilib bekitdi. Hamda biz shu tog'larda orman aslılarda qarsak lishayniklarni qasraqsiman, yo'pirmoqsiman, shaxsiman deb 3 xil shu shaklga ayiramiz. Ham qasraqsiman deganimiz shu tog'larga chiqqan bolalar bo'lsa, ko'rganlar bo'lishi mumkin. Taşlarning yuzida nep biz o'sgan bir qavatda seriq, qizil, qora har xil rangdagi shu qozonning tubidagi gobasi qasriga o'xshash o'sgan bir turlari bor. Bularni qasraqsiman qildikilar deymiz, lekin bularning turlari noytijiq. Endi yo'pirmoqsama deganlarimizda u o'sha odatdagi daraxtlarniki yo'pirmoqlar o'xshab ketadi, uniki usti va osti tarafiniki bularning farqi bor. Üstünki qozoq qavati, ostki qozoq qavatida farqi bor. Shunlar buna shu yo'pirmoq o'xshab o'tib, yo'pirmoqsama lishayniklar deb oldik. Bular odatda o'rmon ostida o'sadi. Endi uning qolsa shaxsiman lishayniklar bu aşı daraxtlarning inchki shoxlariga o'xshash holatda daraxtlarni sangalab o'sgan, tik o'sganligi uchun buni shaxsiman lishayniklar deb oldik. Bularmi nam sharoitlarda ko'proq o'sadi. Mush taraflarni aytgan chaq lishayniklarniki turlari noychiqim. Ishki tarafni aytgan chaqda u boshqa hayotliklar bilan o'xshamaydigan bir alayidligi, u zambiroqlar bilan yo'sinlarniki o'zaro uzoq muddat o'rtaqlashib yashashni shakllantirgan bir murakkab organik tana. Bunu biz lishayniklar deb ataymiz. Tövende bir sual var ki, bu sual nayt yaxşı sual ki, bazı alaylığınızı kızıqtıgan bir sual ki bu. Siz şu pişiriq bek usta depti. Onun üstüge şu Abdunum rayonumuzun pişiriq medeniyetiga bek töküp koştuğan deydi. Pişiriş ne? Siz özünüzdeki bir alaydı xaslığı dep qaramsınız dep soraptı. Meniki milletim Tatar. Meniki apam men kichik vaqtlarimda 6 yosh vaqtlarimda oilada har haftada bir qatim shu baqali, qatqat, merinka, tatqan prandik, bal prandik,
degan o'xshash, tush degan o'xshash har xil narsalarni pishirilgan. Biz aytganda ashundaq yemekliklar bilan sütçay, sütler bilan ashuni iste'mol qiladigan. Hamda shu vaqtda biz ham oilada biz 7 o'g'il, 2 qiz, biz 9 bola. Men hammadan kichiki. Ham boshqa akalarim, madlarim maktabga o'qishga ketgandan keyin men uyda yolg'iz opam bilan birga qolgandan keyin opam boshqa bir narsa pishirayotgan chaqda ko'zingni paqirtib o'tamayman aka. Men lesni mayla. Men xamirlar qilib bas. Men tuxumni chala. Doxobkaga sol. Doxobkadan ol degandek har xil shu nimalar bilan opamga yordamlashib, uning bilan keyin asta-asta mening ko'zim ko'nib uningga shu har xil tatlı yemekliklarni pishirishni o'rgangan. Hamda bu nima degan vaqtda meniki opam dadam namisi shu Tataristondan kelgan. Hamda shu vaqtda shular 1910-yili cho'chak kelib, balki 1914-yili Urumchiga kelgan. Urumchiga kelgandan keyin dadam shu hozirgi Balujin shu bayada bir bolka do'kon ochgan. Bolka do'konni ichib aşadan keyin har xil bolkalarni baqqali qat-qat prandik degan bir narsani pishirib, bulardan keyin ashundan soda olib qolgan. Undan keyin opam uni yordamlashgan. Biz keyin tug'ilgandan keyin opamdan bu bilimlarni men o'rganib, undan keyin bu narsani pishirishni o'rgandim. 89-yil kelgan chaqda bir kitob tarjima qilish to'lqini bo'ldi. Fan texnika nashriyatidagi Sodiq Musa Shojangning yeniga bordim. Tatlı yemekliklarni pishirgan kitob chiqmoqmidi? Siz akilang, atsam nashriyatga beramiz dedi. 3 oy o'tirib ash kitobni yozib, undan keyin uni rasmlarga tortib, uni apadim. Apasam shuni bilan ki buni bir qatam bilan 3500 nusxa bosdi. Basqandan keyin bir oy qolmay bu tugidi. Tugandan keyin shuni men oxirgi 5000 ni bosib, shunaqa cho'giltib besib hozir 60,000 nusxadan ishib ketdi. Uniki tiraji. Sanat şeyene, Gongşiyan, Xinjiang Daşev'nin 2000-yili birleşkenliği için, bizdeki ularniki Yenik Sanat Fakültesi bilen bizim biyoloji fakültesi koşulup, Hayatlık Fenler ve Teknolojiya İnstitutu bulup kuruldu. Şu vaqtda ulardan bir yemek içmek kasbide bir kasb açtık. Şu ballağı men hazırgıçılık 2000-yılını tatip, her yılı bir hanzu bir milisini balığa 36 saatlik ders ötüp, şulağa pişirişini ügütü atımen. Hem de şu balla o'qish bitirib ketgandan keyin ba'zilari ish topolmay qolganlari shu bir yilqi vodkalarni ichib, bir narsani pishirib, oxirida bir kichik korxona qurib boy bo'lib ketganlari jiq ballarning ichida. Assalomu alaykum Abdullah muallim. Bugungi notumuzdan menga alayda bir ta'sir qilgan eri, sizning kasbiy hayotingizdan boshqa siz yana shu 3 navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi vakili bo'lib, Xinjiang xalqining yurak sadosini shu yig'inda o'tirib qo'yib kelib o'tibsiz. Balki shu jarayonda siz nurg'un joylarga berib, omma bilan fikrlashib, shularning yurak sadolarini anglashingiz mumkin. Balki shu jarayonda sizga nurg'ulgan ta'sirli ishingizlar qalbingizda cho'nqur o'rin olgan bo'lishi mumkin. Shu ishlardan birasini so'zlab bergan bo'lsangiz to'liq xush bo'lgan bo'lardim. Rahmat muallim. Rahmat. Ben 2003 yıldan tatip şu hazırgıça 14 yıl yani 10. 11. 12. nöbet 3 karar memleket halk kurultayının vekili oldum. Hem de biz halk kurultayının vekili boğan iken elbette bir ölçemlik halk kurultayı vekili. Halk yaxşı gördüğün halkın sadasını münasebet ornağa yetkizdiğin halk kurultayı buluşunu oylaşmamız gerek. Hem de hemmisini yığıp geldiğim vaxtda ben 153 teklif fikir verdim şu 14 yıl jarayonida. Demek şunun da şu 3 qararın hemisi de ben ilgar memleket halk kurultayı vekili olup saylandım. Bunu da ben noktalık bir neticesini dep berey. Bir sizge 10. kurultayınki 5. sanlıq yığından tatip 11. kurultayınki 4. sanlıq yılı içinde 5 yıl içinde 5 qatam şu Xinjiang'daki Ali Mektep'te okuyatkan Uygurca yazıqta min kavmin okuşlarınki aşağıdaki bir yılı okuş pulunu devletin keçirim kılıp etişini talep kılıp ben özüm başlap bu teklif fikrini yazdım, başka vekiller koşulup isimlerini koyuşmadı. Şuna kılıp 5 yıl talep kılgan iken ahırda bu mesele
hal bo'lib 2011 yılı 12 ayda rasmiy markazning tasdiq hujjati tushdi. Oxir tasdiqda shuni bilan shu birinchi yildagi 4000 koyni davlatdan ko'tarib o'tadigan bo'ldi. İkincisi 9 yıllık mecburi ma'rif o'tirg'i chiqdi. Şunu 9 yıl emimiz başlangıçında şu 9 yıl okup açık pulsuz okuduk. Meniki oylığınımda, özüm egerliginimde muş yezeden kelgen dixanlarniki, çarvuçalarının balları 9 yıllık mecburi ma'rif pulsuz okudu. Toluq oturğu çıkıdan çağda şu ballarının içinden ait bilimlik, yaxşı okugan ballar ata-anasıniki iqtisadi ahvali yaxşı bulmalı için şu vaxtlarda dixanların bir yıllık tapaveti kirimi, sap kirimi 3000 koy, 4000 koy taraf edildi. Hem de o otur mektep okuşun nahiye kiriş gerek. Nahiye kirip yatakta yatıp tamak yedi, kitap alırdı, o bu koşumçu pul kaçtaydı, şuna bilen bir 2-3 bin koycan pul olmasa o okuyamaydı. Şuna müştü oylap oturup partiyaniki siyaseti de az sanlık milletlerinin mağaribini terak kıldırış. Az sanlık milletlerinin ki ihtisas ilgilerinin sanını köpeytiş, sapasını yukarı götürüş degen belgelim var. Müştü nokta ne etken çağda hazır şu nimede Kaşkay Xotan Kızılsu'da bir adam müştüdak çıkıp Allah şu okuş pulunu tölemeye yazıdı kömülüp kavatıdı. Şimdi müştü okuş pulunu götürüvetse bunun 3 katımının kanıken devletinin asılsa köngül bilip bu İslam'ın kıl bazı remde devletinin çıkargan siyaseti 15 yıllık mecburi marif yanakı yasi 3 yıl başlangıç mektep, otur mektep bulup bunu mu hazır hükümet bırakılam götürüp başı pulsuz okutudan hazır hükümet tayarlık vatıdı. Ben Ali Mektep'ten 4. yıllıkta okuyum. Sizden başka tımkı leksiyarınızdan alğandan keyin şu ügünüş ve turmuş cihetten texmi köp bilimlerge ega boldum deb qarayman özümni. Sizden baş münasebetlen sormoqchi bo'lgan savolim, siz izchil turda ma'rif ko'ngil bo'lib kelib o'tibsiz. Albatta ma'rifni taraqqiy qilganda ma'rif va millatning taraqqiyotini masqadan ilgari so'gin oldu. Sizning shu ma'rifga izchil turda ko'ngil bo'lishingizga alohida bir sebep barmı yoki sizning bir xalq o'qituvchisi bo'lganligingiz sababidimi? Mash to'g'risida ko'pchilik so'zlab bergan bo'lsangiz deb qarayman. Ma'rif cemiyetindeki terakkiyatı, insanların sapasını yukarı götürüşteki, illik cemiyet kuruştaki asaslık tüp asasınki bir step etişki buludu. Ma'rif terakkılıken pen tekniki terakkılıdı, halkniki turma seviyesi yukarı götürüldü. Sapa, halkının sapası götürüldüken demek cemiyetin terakkiyatıdımın türkülük rol oynayalaydı. Ben özüm bir halk okutukçu buluş süptü bilen ma'rifı köngül biliş meniki bir muhim vazifemnin birisi, yani asas vazifem dep qarashıq boladı. Nemişke hükümet meni okutukçu kılıp Şinjan Üniversitesi alып kelip aşağı tektiken demek men özümniki barlık tırışçanlığım bilen özümnün kolumda okuvatkan okuşlarımni yaxşı tarbiyelep, yaxşı qarab, ulanı cemiyetke bilimli qıp çıkarışqa tırışış bu meniki ortak. Yani benimizdeki şunu aklam meningmi özümniki vazifem dep qarayman. Endi men Şinjanda şu okutucu bulup kelmen, okutucu bolganlığım üçin şu ma'rif köngül bilmen, şunu qilman dep nimqisam bu bir taraflılık bolup qaladı. Endi bunun da muşu ma'rif tarak qıldırışta yana qandaq usluplar bilen, qandaq yollar bilen muşu ma'rif tarak qıldırıp umum xalqning sapasını kötürüşki boludu. Bu tarafni köp iznişlan ep berişki to'g'ri keladi. Şunlaşqa Alican'ın savaqdaş sorgandak okutucu oluş tarafdimi yana başka taraf tirishchanlik tarafdan hamsidan o'rtaq o'ylashib o'tirib o'zimniki o'sha ma'rifni taraq qildirishga o'zimniki bir kishilik hissamni qo'shishga tirishdim. Ham bundan keyin shunday tirishmoqchiman. Rahmat. Assalomu alaykum Abdulla muallim. Va alaykum assalom. Xo'shallik va natijalar jafo mushaqqat ham tirishchilikdan keldi dedingiz. Unda bo'lsa siz shu natijalar qo'lga keltirish jarayonida siz uchun eng jafoliq bilingan qaysi? Siz shu ishni zodi qandaq usullar orqali qilib chiqqan? Shuni qisqacha bir so'zlab bersangiz bo'lardi ekan.
anamızın qo'sog'idan tug'ilib tushgandan tortib shu xizmatga chiqib uy o'choqliq bo'g'ichi bo'lgan orliqda mayli turmush tarafdan bo'lsin mayli xizmat tarafdan bo'lsin biz nurg'unlagan jafolarni tortamiz. Demak, shu jarayonda jafoga chidab shu kichigimdan tortib o'rta maktab yana oliy maktab tugatib bo'lgan jarayonda nurg'unlagan qiyinchiliklarga duchor bo'ldim. Shu qiyinchiliklarga duchor bo'lish jarayonida men o'zimniki his qilganim odamda urg'ib turgan jasorat, g'ayrat bo'ladi ekan, jafoni qo'rqmaydigan, tirishchanlar ruh bo'ladi ekan. Cho'qim kelgusida nurg'un narsani bilib, nurg'un narsani o'rganib olg'ili bo'ladi degan ruh bilan men hargiz orqaga chekinmay olg'a besishimdan o'yladim. Shuning bilan oxiri kelgan chog'da men mana bugünkidek bir xalq o'qituvchisi bo'lib, mush o'tagan barliq savodashlarni oldida sizlarga leksiya so'zlash fursatiga ega bo'ldim. Shunlashqa jafo tatmay, halovat, xushallik yo'q. Rahmat. Abdullah muallim, salimsiz be. Bugungi sizning leksiyangizga qatnashganim 4-chi quvonchdaman. Ari sizning umr saboqlaringizdan men ko'p degan sizning kasbga degan qiziqarligingiz va hurmatingizni biluvmen qatar, umrga degan ko'z qarasingiz, hurmatingizni bildim. Ari sizga degan hurmatim tutdi, terengdey tutdi. O so'rayda sizdan so'rayin degan so'rag'im, siz adetda turmushga және kasbingizga erikcha qatang ma'mila jasaysiz. Har o'quvchilaringizga mo'l bilim beruмен qatang talab qo'yasiz. Осы әдеттерді жетілдіруіңізге себепші болған сіздің қаршадайыңыздан қабылдаған семья тәрбиеңіз бе, жоқ әлде басқалай істер себеп болды ма? Рахмет. Aile terbiyesi bu o'quvchiniki yetilib o'sish yo'liga menish oldidagi eng halqiliq paytning birisi. Agar ota-onangiz sapoliq bo'lsa, ota-onangiz sizni yaxshi tarbiyasi, yaxshi yo'lga boshlasa, yaxshi narsani o'rgatsa, demak siz shu vaqtdan tortib maktabga kiruvchi bo'lgan orliqda oila tarbiyasi bilan siz yaxshi bilimlarni o'rganib ola olasiz. Adablik bo'lib, adab axloq bilan maktabniki darvozasini kira olasiz. Ota-ona shu maktab kirishning oldida bolasini yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'rgatsa, demak buning bilan u bolada bir aql parasat yetilib mang'udi. Meniki apam dadam menga deydigan, cho'nglarni ko'rsang salom ber. Mayli sen tonuma, ish qilib sendan cho'ng bo'lsam uni hurmat qil. Kichiklarni ko'rsang izzatla. Mayli sen tonuma o'zi qilib tushdi yoki bir ish hojat tushib qolsa sen qo'lingni kelgan yordamini ber. Uning uchun sening asos vazifang o'qish, bilim bilish, adab axloqli bo'lish. Shunlashqa adab axloq bo'lish uchun muallimniki tarbiyasini yaxshi angla. Ota-onaning tarbiyasini qulog'ingda ching tut deb so'zlaydigan. Apam bizni sinab beqish uchun jo'zniki bizning qo'limiz yetadigan yerlarga qirlarga mundaq kompyuterlarni qo'yib qo'ydigan. Kompyuterlarni qo'yib shuning bilan biz shu so'rmay berib kompyuterni olsak, ko'rib uningkin kep bizga seniki bu qilganing to'g'ri bo'lmadi. Sen qanchalik yeysan, men sen kompyuter berman, lekin sen ota-onangni so'rmaymish bir tal kompyuterni olding. Keyin cho'ng bo'lgan vaqt buningdan cho'ng narsani olsang, sen jamiyat oldida gunohkor bo'lasan. Shuning uchun sen har qanday ishni so'ra. 65 oltin tepasam ko'z qirg'in sama. Xalqning naslini qo'lingni tekkizma deb tarbiya berdigan. Masalan, hozir qilmish shu o'tagan savodashlarniki ichida jiqlari meniki, aspirantlarim, yana to'liq kurs o'quvchilarim bor. Men shularniki maktabdagi bir layoqatlik ota-onasi o'rnidagi bir ota bo'lish maqsadi bilan men ularga turmush tarafdan ko'ngil bildim. Yet bayramlar bo'lib qolsa, uyga tamoq qilsa, ba'zida shu nimalarga tamoq yedan yaligar birlikda tamoq yeb, kulishib, paranglashib o'tiramiz. Ularni oldimda hargiz qapog'im turib, ularni vaqiraydigan, tillaydigan ishni qilmayman. Faqat ilmiy yo'l bilan Maşınız to'g'rimi, mana ishingiz kerak deb shu o'zimniki tarbiyamni beraman. Shunlashqa mo'taraflar aytgan chog'da biz xalq o'qituvchisi bo'lib ekanmiz-ku. Cho'qim biz o'zimizniki o'quvchilarimizga, o'zimizning bolalarimizga kuygandek kuyinishimiz, ularni shu xo'shal xo'ram, to'q ko'ngil bilan
maktabni tugatib ota-onasini qo'liga shu saq salomat berish, biz ularni saq salomat shu bolalarni ota-onasi qo'liga topshirib berish bizniki maqsadimiz. Bumi hozirgi partiya va xalqning hukumatniki bizdan kutayotgan umidi. Məylən bilimiz til baylıq deməkdir. Siz özünüzün ana tilinizdən başqa xəns tili, Uyğur tili qatarlıq qeyrindaş millətlərin tilini mənayət yaxşı ravan sözləyisiz həm də o millətlərin yazıqını mənayət yaxşı bildikensiz. Mən buna mənayət həvəs qıldım. Bunundakı səbəb sizin ösüb etilgən şəraitinizin təsiridirmi, yoki sizin özünüzün qısqışının türtküsüdürmü? Ben o'qituvchilik qilayotgan 41 yil bo'ldi. 41 yil jarayonida mening qo'limda o'qigan o'qituvchilardan Uyg'ur, Xanzu, Qozoq, Mo'ng'ul, Qirg'iz, O'zbek, Tatar degan o'xshash ko'p millatlar mening qo'limda o'qishda qo'limda o'qidi. Hamda bir millatniki madaniyatini tushunish, ularning tarixini bilish uchun albatta ularning tilini, yoziqini bilish kerak. Ulan tilini, yazıqını bilgen vaqtda mümkün ba'zir ular bilan fikr almashtira olamiz, ularniki madaniyatini tushunamiz, ularning urf odatini tushunamiz, o'zaro hurmat, izzat bo'ladi. Shunlashqa bu tarafdan men garchi shu men yuqorida deb o'tgan shu millatlar o'tirishidagi tillarni men maxsus shu millatda yashagan rayonga berib ashadi o'rganmagan bo'lsam-mu, lekin men shu millatlarning madaniyatini, urf odatlarini, ular bilan ba'zir o'zaro fikr almashtirib so'zlashish, shu kelgan o'quvchilarim bilan o'zaro kasb o'rgatish bosh taraflarda ularga yaxshi unum berish uchun o'rganib maqdim. Til o'rganish uchun emas, o'zimniki rolimni texim joriy qildirib, boshqalarni tushunish uchun bo'lgan tirishchanligimdan kelgan deb qarashga bo'ladi. Rahmat. Siz mening 5 yillik oliy maktab hayotimdagi sinf tarbiyachim, Doktor Aspirat o'qish jarayonidagi mening yetakchi ustozim. Şinjan Universitetida o'qituvchi bo'lib qolgandan keyin 20 necha yil jarayonida sizning tadqiqot guruhingizda, sizning yaqin yordamingizda izlanib ketyapman. Yillardan buyon kasbdoshlarimizning orasida siz temir odam deb ta'riflanib kelyapsiz. Chunki siz bayramlarda, dam olishlarda, boshqalarda masa dam olish vaqtlaringizni shu kasbga sarf qilib, ardim-taldim demay, kechini kunduzga ulab Muşundaq tirishib kelyapsiz. Sizning natijalarınız shu tirishchanligingizdanki natijasi. Sizning muşundaq ro'yingizning manbasi nimada deb o'ylab qolmay ba'zida. Bugun mush fursatdan foydalanib shunga bir javob topsam ajab emas. Rahmat sizga. Adam dunyoga bir qatim keldi. Bizniki cheklik hayotimizni ma'nilik, xushallik-xuram, natijalik, yaxshi o'tkazish şu özümüzdeki şu kol keltirgen neticelerimizni, öğrengen bilimlerimizni başkalarına ortak kılış için bunun elbette tırşanlık köz doğru kıldı. Ben de yani aşı boyut yetken çağda ben şu özümdeki şu adam özündeki kaysı günü közümüşünü bilmeydi. Lakin şu közümüşü bağın aralıkta her bir minutimiz qag'ıçılık, tirişiş, yenilik yaratish, yakımız özümüzün etrafındaki, mesela ben yeni 5 yıldan ki pensiyaga çıksam, yeni 5 yıldan keyin özümün etrafımda, hem de sırtlarga çıkıp yürüyüş imkaniyeti bo'lsa, sırtta yürgenler bilan yine özara fikir almashtırıp, sözleşip, özümdeki illiqligimni boshqalarga yetkazishga tirişiman. Hem de bunun da şu asaslık yap, özümüzdeki şu hayatımızı mənlik ötküzüş için cepadan korkmaydı. Tarışışka, her kandak bilim olsa, eğer imkaniyeti olsa, şunu uygunuşka bulu diken, şarayet bulu diken uygunuşka tarışış gerek. Demek bu, nime edilse adamniki cepağı, çızaş royunun buluşu. Şu vaxtınızı bilim iliş için, şu vaxtınızı orunlu kılmay, şunun acırtış, yeni birisiga, o'rnining atisi tugmaydi, yog'onchini atisi tugmaydi degan gap bor. At o'g'inman, at bilan ketyapsiz, umringizning yarmi at bilan tugaydi. Oxirgi Allohu akbar deb soqolni silg'an bilan ish o'rni kelmaydi. Shuning uchun tirishchanlik, vaqtni qadrlash, uning uchun
o'zingizniki planlaringizni yaxshi tuzish bu hammadan muhim deb qarayman. Rahmat. Sizning so'raydigan savolim bo'lsa, siz kasb muvaffaqiyat qozongan bir zot bo'lib qolmay, yana oilani munoyitdi qizg'in suydi ekansiz, ya'ni oilaklaringizni boshlab sayohatga chiqar ekansiz, yana qo'lma-qo'l tamoq etib degandek, oilaniki mehr muhabbatini bolalaringizga, nevralaringizga yetkazdi ekansiz. Balkim buni hamma odam qilib bo'la olish notayin. Şunu sizin şu aile to'g'risidagi bayonlaringizla o'rtoqlashsak ekan. Rahmat. Biz 8 saat ishlaymiz, ba'zi vaqt undan ortiq vaqt ishlaymiz. Ishlagandan keyin uni keyin yana uyga berib aramalimiz. Uyga berib aramagan chog'da bir issiq uyingiz bo'lsa, yeydigan issiq bir qancha tamog'ingiz bo'lsa, kiyadigan pokiz kiyimlaringiz bo'lsa, siz bilan so'zlashadigan ayolingiz, bolangiz, nevralaringiz bo'lsa, demak bu bir xo'shallanadigan, bir xo'shallik, bir joy, makon deb aytishga bo'ladi. Mendeki ideya, sen to'y qilding, albatta o'zaro hurmatlashib, izzatlashib o'tishinglar kerak. Uyning ishlari yolg'iz shu og'an ayolg'ilam tava emas, u butun shu oiladagi barliq a'zolarga tava. Yetishmayotgan chog'da, qilib bo'lamayotgan chog'da yardımlaşıp özara özsanglar, inak, ittifak, xoşal qaram ötüslen deydigan. Şu boyunca men de aş ailemde öy kirgen iken, eğer de tamak pişirilip atkan bolsa, kol yüz gözlerimni jüyüp atkan iken, eğer men kılıç kışlap bolsa, berip darhal kılıç bermen. Men safada oturup, ben minas aldım taya bolsa, men aş yiyişim gerek. Sizler işlanlar, dep koyup öküm sürüp otasam, toğru kelmeydi. Şunlaşka, hammasi cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, hammasi baravar. Hammasi o'xshash yerim dunyo. Biz yerim dunyo, qizlar yerim dunyo. Masalan 8 mart bo'lsa 8 mart men faqat o'yda bo'lib qolsamlam, o kuni ayolimni hech qanday ish qilmasdan butun tomoqlarni qilib tayyorlab, shu 8 mart bayramini tabriklab, o'shlarni qilib beraman. Bu orqali o'zimniki shularga bo'lgan hurmatimni, oiladagi iliqligimni ularga yetkazman. Rahmat. Abdulla akamniki hayot kechirmishlaridiki, mushuqil ilmiy ruhniki, tadqiqot ruhiniki, eng muhimi hayotni qizg'in so'yish ruhiniki bizning yoshlarimizda o'ylanish va aktiv energiya paydo qilishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik. Rahmat.